Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq to'plardagi Uyg'ur qarindoshlar. Hammalarga Allohning salimi, mag'firati, barakati olsun. Alloh taolo pot arda vatanimizni mustaqil qilib berish sharafiga barliq Uyg'urlarni erishtirsin. Qarindoshlar, men bir necha kundan beri men sal mijozim yo'q. To'plarga qarab qolmadim. To'plarni bir qizg'in talash tortishlar, undan keyindan jidal mojarolar, ayblashlar, bir-birini kamsundirishlar, tashkilotlarni kamsundirishlar bo'lib ketdi. Bu masala davomlashayotgani uzun yil bo'ldi. Yaqinqi zamonda olsak 20 yil bo'ldi. Mushundaq bo'lib ketib bordi. Hozirgi bu bir necha kunning oldidagi o'tirg'i chiqqan masala mustaqillik kelimesi üstüde talaş tartışma o'tdi. Ben tashkilotlarni ismini tilga olmay umumyuzlik bir gap qilay. Vatanning mustaqilligi har bir Uyg'urning orzusi bo'lishi kerak. Har bir Uyg'urning. Eshaklarning emas, hayvonlarning emas. Men Uyg'ur musulmon, men shu vatanning suyini ichgan shu tuprog'ida yashab cho'ng bo'lgan bir Uyg'ur, Allohning bir bandisiman degan har bir insonning orzu, armoni, g'oyasi bo'lishi kerak. Nima uchun hozirgi talash tortishlarda bu vatanning mustaqilligi to'g'risida bir ish chiqsalar, tarafdan qarshi turib, uningga zarba berib, uning izzat obro'yini tushiraman deb, uni yerga urib, yaksan qo'ydiman deb kuchab ketadi. Bu yomon qiziqish-ku bir. Bu ish faqat Xitoyning qiladigan ishi. Xitoydan boshqa dunyodagi hech qanday bir davlat, hech qanday bir millat qilmasligi kerak. Uyg'urman degan odam yoki boshqa vatandagi Sharqiy Turkistondan kelgan boshqa millat bo'lsin, Sharqiy Turkistonning mustaqilligi degan gapni anglasa, hayajonlanib ko'zlariga yosh kelib ketishi kerak. Nima uchun bundan bearam bo'ldi? Yo bu normal inson emas-ku. Boshqalarni kamsundirishlar bo'lib ketdi. Döt kalvog'i chiqarib, aqlsizga chiqarib, o'zining izzat obro'yini tiklaydigan insonlarga chiqarib, ahmoqlarga chiqarib o'zini ko'tarib, yo siz nima ish qilyapsiz? Tashkilotlar ismini bermay, tashkilotlar mayli g'arb ellardagi bo'lsin, mayli Turkiyadagi bo'lsin, mayli O'rta Osiyolardagi bo'lsin, tashkilotlar nima ish qilib baqdingiz? Vatanning mustaqilligi uchun nima ish qilib baqdingiz? Vatan uchun, Uyg'ur uchun deb olgan, boshqalarning olgan iqtisodingizni vatanning mustaqilligi uchun bir tiyinni ishlatib baqdingizmi? Men ishlatdim deb ko'rsatib bering qana. İşletip baktınız mı? Nimish qilib baqdi, nimish qilib baqdi deb ketibsizlar. Ya siz nimish qilib baqdingiz? Nima uchun vatanning mustaqilligiga qarshi chiqsiz? Vatanning mustaqilligiga yana bir takrorlab qo'y. Xitoydan boshqa inson qarshi chiqmasligi kerak. Nima uchun siz qarshi chiqsiz? Xitoymi siz? Apangiz Xitoymi, dadangiz Xitoymi? Nimish qarshi chiqsiz? Vatanning mustaqilligi uchun uzun mezgil kerak. Vatanning mustaqilligi uchun 10 minglab odam yetishtirib atrofimizga yig'ishimiz kerak. Boshqalar döt o'g'ashqa o'zini izzat obro'yini ko'tarish uchun o ministr, bu ministerlar deb o'zini saylab olib, tashkilotlarni ko'rsatish uchun, o'zini ko'tarish uchun mundaq. Ya siz nima ish qilib baqdingiz? Qani 10 minglab atrofimizga vatanning mustaqilligi uchun jinimni, melimni beg'ishlayman degan odamni to'plagan yeringiz qani? Qayerga topildingiz? Qaysi tashkilotniki? Bir Uyg'ur hurlik munbirdan boshqa qaysi tashkilotning atrofidagi odamlar vatanning mustaqilligi uchun sakrab chiqib, mana mening jinim, mana mening melim deb o'tirg'i chiqib baqdi. Hamda bir sürgün hükümet vatanning mustaqillik
Besiylangan zemin degan masalasini o'tirib qo'yman desa qarshi chiqib ketibsiz. Ya tamam, so'rgin hukumat necha poch bo'lib ketganiga hammadan bearam bo'ldi. Ammo vatanning mustaqillik masalasiga qarshi chiqadigan nima haqqingiz bor sizniki? Endi gap qilgan vaqt keldi. Yillardan beri nurg'un insonlar sukut tutdi. Tashkilotlarning kayinini so'kmayli, ba'zi aktiv faoliyatchilarning kayinidan gap qilmayli. Tamam, uni xato bo'lsin, to'g'ri bo'lsin, uni qarshi chiqmagan holatda sukut qilib turayli deb turib baqdi. Yo'q, to'shdi, qoch to'shib ketdi. Sabrning qochishi to'shib ketdi. Siz sep qo'ygan so'skini emmay tashib yotgani uzun yil bo'ldi. Nima uchun qarshi tursiz? Nima uchun qo'llamaysiz? Sizning to'g'ri boshqa odamning xatomi? Qaysi uzun yil tayyorlik qilsiz uni, qayerlik uzun yilni? Yaqin desak 25 yil, 30 yil bo'ldi. 30 vatandagi, vatandagi atalmış Şinjan Üniversitedagi o'qishlar harakatini boshlagandan beri 30 necha yil bo'ldi. Yana qancha yil boshda saqlash kerak? Yana qancha yil to'playsiz atrofingizga? Uyg'urning urug' avlodi tugab, tuxumi qurib ketkishi to'plamsiz? Bu o'pochi Xitoy xizmat qilganlik qo'ymay nima bu? Nima bu Xitoy xizmat qilganlik qo'ymay? Tamam, eni dedim pulinglar. Tamam, Saudiyadan pulinglar, Qatardan pulinglar, yanimizdan pulinglar, uyaga berib, yugurib berib, pul yuyib o'ynang. Butun dunyo tashkilotlar. Hamma ismini bermay. Chavog'ni chitqi yeyib yetma, chavchilar men deb qo'yay. Endi yeyib yetmaman. Menga ziyonkashlik qilgan tashkilotni deb chiqdim. Chavog'ni chitqi yeyib yetma endi. Sen eni dedim pulasang, eni dedim so'ra, mustaqillik uchun ishlatma pulingni bo'lamdi, bo'lmamdi deb. Sen Saudiyadan, Qatardan, yana bir yerdan pulasang, so'ra mustaqillik uchun ishlatma, bo'lmaydi desa, sen chiqib, men mustaqillik uchun ish qilmayman deb o'zingni e'lon qil. Men ma pulni o'zimning tashkiloti, o'zimning dernek uchun ishlatma. Mening davorim dernek davosi. Mening davorim tashkilot davosi. Mening davorim Uyg'urning inson haqlari, avtonomiyasi, Uyg'urningki uyat ashqagan, buyat ashqagan, yalang'och qolgan davosi. Uning boshqa davoni qilmayman deb e'lon qil o'zingni. Mustaqillik davosini qilganlar boshqa yo'lda menish kerak. Qarshi chiqadigan anangning haqqi yo'q. Kim bo'lsin, qat'iy nazar vatanning mustaqilligi, Uyg'urning hurligi, ozodligiga qarshi chiqadigan anangning haqqi yo'q. U yerdan bu yerdan qusur tepib, uning bo'ktam chaplab, buning bo'ktam chaplab, ministr, ministr bo'lib olganlar deydigan. Ajasus, shpion deb töhmet chaplaydigan anangning haqqi yo'q. Zuvaningni jig'vat kelib bo'ldi 5 minutda, chatirqingni jig'vat kelib bo'ldi 5 minutda. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, bunday ishni qilib kelishding. Tashkilot qurib olganlar, dernek qurib olganlar, azroqdan pulni berib, 30 dan 20 dan g'alchini o'tirib qo'yib, bir gap bosh taraf-tarafdan tillig'izib, qilmoqdan ishlaringni. Hatto ba'zidan akirib u yerga uyg'izib baqding. Odamlaringni aniqlab chiqdik biz. Odamlaringni. Sening shu uyg'izgan odamlaringning, sening g'alchilaring ekanligini, sening ishlaring ekanligini aniqlab chiqdik biz. Qaysi tashkilotning qancha ishti bor, qaysi tashkilotning qancha g'alchisi bor, hammani aniqlab chiqdik. Qaysi tashkilot qayerdan pul olib, qaysi o'yinlarga, qaysi buzuqchiliklarga, qaysi ishratlarga ishlatyotdi, qaysi shaxsiy manfaatlarga ishlatyotdi, hammani aniqlab chiqdik. Qayerda kim qayerga berib, qayerda pul yeyotdi, hammani aniqlab chiqdik. Qo'ng'ini oshmagandan keyin bir odam Xudoga shukr deb jimmida o'zingniki tukuyoq davoringni qilaversang bo'ladi. Maydonga yomon chiqib kelyapsizlar. Maydonga. Uning ustiga maydonga chiqqandan oz deb buningga tuhmatni chaplab, buning kayindan o'rik olayotsa,
Bilmesmikin deb qolgandan bilinib bo'ldi hamma narsa. Dalil isbot toplanib bo'ldi. Chashqonning o'lgisi kelsa, mushukning quyrug'ini tishlabdi degan dal mushu mana. Tishlavatsa, o'layman deb tishlavatsa. O'lim girdoviga kelib qolding. Tugishadigan girdoviga kelib qolding. Vayron bo'lgan girdoviga kelib qolding. Oxirgi fursat, sana bergan oxirgi fursat, butun dunyo tashkilot anglab qo'yish. Oxirgi fursat. Endi yana Uyg'urga ziyonkashlik qilsang, endi yana vatanning mustaqilligiga ziyonkashlik qilsang, yana mustaqillik uchun ish qilaman deganlarningki oldin to'smoqchi bo'lsang, hem sesiysen, hem cacağını yeysen hem de. Hem de yeysen. Uygurluk boyunca bir taraf kılış tüküdü hem de. Dünyada Uygurdek mihir şefkatlik, Uygurdek keçirimcan, Uygurdek bir isil millet yok. Şunundan faydalı ne? Hiç ne kılmaydı Uygur. Uygur dese hiç ne kılmaydı. Uygur'un yüzünü tökmeydi. Dep muşundan faydalanıp git varsa. Tüküdü hem de o iş. Kanun, kanunni qo'llanib biz vatanni mustaqil qildigan qaysi qonunning vatanni mustaqil qilib berdi? Qaysi qonuning? Ha? Kim qilib berdi? Qaysi davlatdan qilib berdi? Qaysi odamni mustaqil qilsa, yig'digan odamning mana naq maydonga yig' hozir qilish kerak. Qo'rq gap. Qani qo'rq gap? Sen o'l gap qilgan, o'l gapingni qo'ymamsan o'tirga. Şu qo'rqganni qilgan chaqda, shu gap bilan jon beradigan haqiqiy Alloh yo'lida, inqilobga jangga chiqa oladigan, mana men askar bo'laman deb o'tirib sakrab tusha oladigan, mana men iqtisod shu vatanning mustaqilligiga ishiltaman dalalaydigan odamlarni shu gap orqali iniq to'pliq oldi. Uyatjig'ini ichib, buyatjig'ini ichib uyada xotin kishilar yig'ilib tang o'ynab, bu yerda xotin kishilar yig'ilib o'yan o'ynab, iyada ming odamga polov berib, iyada bizniga uni buni taqib qo'yib, uni mustaqillik yo'lida mangadigan jangovar odam yiqila olmaydi. Shu bir narsani yezib, u davlat bu davlatni qo'ng'i tiqqan chaqda mustaqillik degan ong dunyoda chiqadi xalqning kallasiniki eng markaziga. Sen verip uya bek anlatmışsan bilmezme? Uygur halkının müstakilliğine eriş arzusunun bağ yokluğunu bilmezme bu dünya özünki bütün usullarını kullanıp özünki bir müstakil devletini qo'g'dayotgan adam bilmezme? Özünün devleti yaşayotgan milletlerninki parçalanıp bir devletni vayron qilib o'tishini o'ylab bakmagan devletler boğuydu mu? Şark Türkistan'daki Xitayning Bisvaga ziminligini bilmem de. Tibet'nin Xitayning Bisvaga ziminligini bilmem de. Mongoliyaning, Manjuriyaning Xitay Bisvaga ziminligini bilmem de bu dünya. Sen anlatmışsan? Hemmini bilir, sen de yaxşı bilirsin. Kimdin sen? Sen anlatmışsan bu dünya işini bilmey, bakıdak yatırgan kimdin sen? Hemmini biliyordu. Obdan biliyordu hemmini. Köz yumudu. Şu yumgan közünü şu bir narsani yezib yo'llash orqali ko'ziga tiqib ochdi ko'zni. Jumbalding. Haqqoniyatga men ko'zingni jumbalding. Och deb shu bir narsani uni yezib, buni yezib, doklad yezib, abir ko'ziga tiqqanda ichiladi. Ma millat qarab turmaydigan go'sh bosh emaskan. Ma millat biz azroq pulni berib qo'ysak, Indiyadan, Saudiyadan, Misrdan, uyerdan, bu yerdan pul berib qo'ysak, shuni bilan jimmidi yotadigan kala emaskan deb uniki qopadi. Kala qilib bo'lishdan, eshak qilib bo'lishdan, ish qilib bo'lishdan ma Uyg'ur millatini. Shundan zuvani ichilsa, iyak chaqirib mehmon qilib, meyak chaqirib yig'in deb, chaqirib faoliyat deb, chaqirib dengiz bo'ylariga chaqirib polov berib sho'rb berib qo'yablar. Eshakka cho'p tashlab bergandek, sunak tashlab bergandek g'alg'i tushirib qo'yishding. Bu millatmi? Nodon bir millat chet elga chiqqanligi uchun
Ha, ma'qul deb tashlab berganingni yeb turyotidi. Tugidi o ishlar. Tugidi. Maoşa o'tirib chiqadiganlar nurg'un. Chiqmagandim men. Chiqmagandim. Mecburlaştın chiqishga. Oxirida berib, ma'mi qo'l silishib, menimi chiqishib, ayak chiqibdi degan gap ondaq asan emas, mundaq asan emas. Ajab meni bu chiqib bir Interpolga yan bir chiqib udulat kirmaydigan qilib qo'ysa, tarafdan zot qo'shilib bir ma yaxshi ayadan saqsalamat chiqibdi deydigan o'rniga taraf munda emas deb qarlab ketishdi ha? Ajab to'g'ri kelib qoldi-da. Meni chaqqayada salomat qutulib chiqqanligimni aybliginin bilan bu vatanning mustaqillik harakatini boshlaganlarning aybliginin ajab to'g'ri kelib qoldi-da keyin-keyinda. Ajab mustaqillik uchun harakat qilganlarniki keyindinlar darhol inkos qaytiradigan, darhol uni qarshi turishga tarafni ishlarini qo'yadigan harekatning boshlanib ketdi. Xitoyning 100 yillik, 100 kunlik bostirish harekati deganga o'xshash boshlanib ketdi bu. O'pmi o'xshash qilib qilibing. Xitoyning qilibini akab qo'yib qo'yatsa meyaga. G'it qisishval o'zingni tutval, g'it qisishval. Oxirgi fursat g'it qisishval. Sesisa. Buningdan buloq kutdi. Avtonomiya uchun Uyg'urga so'sk selish uchun tashkilotingni yuksaltirish, tashkilotingni cho'ngaytirish, atrofingga ishlaringni, g'alchilaringni yig'ish uchun olgan pullaring buningdan buloq bo'lib, qo'ngni qonib oqadi hamda. Ey Uyg'ur millati, ey Uyg'ur xalqi. Ma vatanning, Sharq Turkistonning mustaqilligiga qarshi chiqqan har bir islohga hammang o'ylashib qo'yib turib, jon diling bilan qarshidi. Ma Uyg'urlarniki vatan uchun jon berman, mol berman deyotganlarga qarshi chiqqanlarga har vaqt sakrab chiqib qarshidi, yurakli qarshidi. Uyg'ur millati ashunday qilsang o'zingni vataningni qutuldira olaysan. Bo'lmasa, bir umr sesib ketgan so'skini imib ma şerefsiz tashkilotlarningki keyindan g'alchi bo'lib, ishti bo'lib, eshak bo'lib, minib o'tab ketdi bu umring.